Assalamu alaykum sevimli azizlar. Kanallarına yaxshimi, hammalaringiz sho'xtanlar xayrli bo'lsin. Bugun biz o'qiyotgan Qiyadagi o'chining Ahzari nomli kitobimizni o'qishni davom qilamiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoir Muxtar Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan asar. Asarning 6-bobini o'qiyotimiz. Bu bob asosli Turkiy millatlarning tarix, O'rta Osiyo tarixlarini so'zgach asosli qilib qirg'iz va qozoqlar haqida paranglar bo'linadi. Biz bugun shuning davomini o'qiymiz. Bizning xalqlar burunqi asrlardan tortibla inoq ittifoq birga o'tishgachga Turkiy xalqlarining lirikalik asarlari xalq egiz adabiyotlarida Qalmoq o'rdasi va Jo'ng'arlar eng birinchi dushman qilib ko'rsatildi. Shuningdek, buningdan 10 asr ilgari Manas dostonidami Qalmoqlar eng qadimdan beri dushman ko'rinishida tasvirlandi. Manas bilan 40 Cho'ro degan qo'g'dog'chi degan gapken. Ning urushi shu ko'chmanlar madaniyati betgan ikki xalq o'rtasida bo'ladi. Elistadin Rossiyadagi Mo'ng'ul avtonomiya jumhuriyatining markazi. Manas dastonining 1000 yillik to'yiga kelgan ko'zi ko'ringan Mo'ng'ul shoiri David Kugultinov chaqchaq qilib, "Sizlar Manasning to'yini tabriklayotganinglar uchun Mo'ng'ullarga qarzdorsizlar. Agar Mo'ng'ullarga o'xshash yomon dushman bo'lmagan bo'lsa, Manas ulug' botir bo'lib atalarmidi" degan edi. Bu so'zlarning orqasiga cho'ng bir haqiqat yoshiringan. Shahonov hayot vaqtida klassiklar qatoridan o'rin olgan dangliq shoirning bu so'zlari to'yga yig'ilgan kishilarning yurak qatidan o'rin oldi. O so'z ustunlik sahnasida Manas dastoniga boshqa xalqlarning qanchalik ahamiyat berayotganligini aytib o'tdi. Jungoda Manas shahri, Manas daryosi bor. Yaponiyada Samarqand shahri, Manasyu nomli daston. Latin Amerikasi va Ispaniyada Manas shahri, Hindistonda Manas nomli daston bor. Ammo Manasning qishlari o'z kentda. Manas baylosi Qozog'istonda bo'lsa, Koreyada Manas nomli tog', Qrimda Manas deb atalgan dengiz qo'ltiqi, Vengriyada Manas nomli ovul bor. Bu to'liq bo'lmagan ma'lumot. Dunyoning yarmi Manas botiri va uning botirliklarini bilishidi. Mushuning o'zila katta shon sharaf emasmi? Mushundaq daston yaratgan qirg'iz xalqi ulug' xalq deydi Kugultinov. O'zining bilimligini emas, keng qo'rsaqligini, nihoyat cho'nqir ziyolilik tunishga ega ekanligini namoyon qilib. Endi suhbatimizning asos temasiga kelsak, Turkiy til xalqlarining tarixiy merosiga, yezqi va madaniyatiga 4 qitim hujum qilingan degan edingiz. Arab va Mo'ng'ullardan keyin 3-chi qitimliq jazo yurishi biz o'z erkinligimizni yo'qotib, Charpati xalqiga beqinishimiz bilan boshlandi emasmi? Ular bizni o'zining mustamlikchilik qopqoniga dasitish, ro'yi jihatdan beqindirish uchun ikki xil usuldan foydalandi. Birinchisi kishilarni islom dinidan chiqardi. Ikkinchisi arab yezqini Kirill yezig'i bilan almashtirdi. Bu programmani ishga oshirganda bizning yerlarda xristian dinini tashviq qilganlar ko'payib, chirkov qo'ng'irqining ovozi ko'proq anglanishga boshladi. Qozoq va qirg'iz zaminida shu Chor Rossiya podshohligidan qolib qolgan 200 dan ortiq Alksivika, Nikolayevika, Aleksandrovika, Vladimirovika, Antonika, Nadijindonika, Palvoka degan o'xshash yer ismlari bor. Sovet hokimiyati davrida bo'lsa, yerli xalqni ruslashtirish har xil bahonalar bilan burunqidan tusirat yurgizildi. Bu sharoit katta siyosatning yurgizuvchilari bo'lgan Grozillar burundilar Turkiyani o'z dushmani deb sanashadi. Ammo turk xalqlari bo'lsa, Turkiston deganga o'xshash, hammasi o'xshash atiladigan bo'lg'achqa, ulug' doy uchun ularning bir-biridan ancha farqi yo'q edi. Shunga bu o'xshash yaqin xalqlarni bir-biridan ayirib etmasak, pan-islomizm yo'liga qarab menib ketadi deb qaraydi. Biroq arab yezqini darhol Kirillga almashtirishga ulgurmaganlikdan 1930-yili Turkiya xalqlar Latin alifbosidan foydalansin degan qarorni chiqardi. Shuning bilan burundan arab yezqiga ko'nib qolgan xalqlar yangi boshdan Latin yezqini o'rganishga majbur bo'ladi. Ammo arab yezilgan Arab tilida chiqarilgan kitoblar dinga, Qur'oni Karimga, mollalarning tashviqotiga chetishliqi bor degan bahona bilan ko'ydirilib, mollalar chetga qilgan, surgunga haydalgan va turmalarga qamalgan. 1937 va 38 yillar bo'lsa xalqimizning ko'zi ko'ringan o'g'lonlari xalq dushmani degan nom bilan surgunga haydalib, turmaga qamalib, etilib yo'qotildi. Turkiya xalqlarini butunlay Kirill yeziqiga ko'chirish masalasi davr kun tartibga qo'yildi. Biz yangidan yezish o'qishni o'rganishga boshladik. Hammadan zarda qilgani Kirillda yo'q. Musulmon xalqlarning tilida bor bo'lgan o'rtaq qo'llaniladigan O, U, Ö, Ü, Ng, Q, G tavushlari harflarning yezilishi markaz tarafidan maxsus qurilgan komissiya tarafidan tadqiq qilinib, har qaysi Turkiya xalqlarining o'z oldiga o'xshamaydigan yezish belgilandi. Odatki so'zlashlarda bir-birininkini tushunishadigan xalqlar Kirillga o'tgandan keyin
Yani Slaviya yezığı, şu kirli yezığı deganimiz. Bir-birininkini okuyamaldigan halga tushib qoldi. Bu bizning butkul madaniyatimiz uchirgan eng ig'ir ziyon bo'ldi. Shunday qilib, biz o'z qarindoshlarimizning kitoblarini tarjima orqali o'qiy oladigan bo'ldik. Buningdan boshqa bizning til yezigimizga oxirgi 4-chi qatimliq hujum yana bir qatim elib berildi. 1940-yili Armeniya, Gruziya va Baltika jumhuriyatlaridan boshqa Sovet ittifoqidagi barliq xalqlar yangi elibbaga o'tdi. U jumhuriyatlar xristian diniga e'tiqod qilgan bo'lib, bizga qaraganda ruslarga yaqin edi. Ularning yezigi 1000 yillik tarix ega degan bahona bilan o'zgartirishdan qolib qoldi. Ammo musulmonlarning yezigi-chi? Arab elifbasi bizga 10 asrdan beri xizmat qilib keldi-ku. Bizning tashqi yozilgan yeziqlarimiz to'g'risida hech kim eslabmi qo'ymadi. Arab va latin elifbasi bo'yicha yozilgan kitoblardan ayrilib, tarixiy yiltizimiz yangidan qirqildi. Ba'zi ixtiyorsiz holda kitoblarimizning qaysi yerlarda borligini bilgim kelib qoladi. Şoňlaşgymken bir wagtlarda hatyr depterimge Türkiýe halklanyň hemmesiga täze edebiyat miraslary baýany tizimlap, ularnyň köçürilgen nusxasy, köpeýtilgen nusxalaryny ýygyp ýürdim. Meselen, Mi Döwletowynyň Serke degan kitabynyň asl nusxasy Tokyoda. Ahmet Baytursunowynyň Til Qoraly New-Yorkda. Oğuzname, Baburname, Tarihi Ebulhayri we ýene 3 tomly Qazaqstan toğrusida çet el tilde ýyzylgan makallalar Paris bilen London diken. Qorqut Ata kitabi Vatikanda, Codex Cumancus Vincia'da, Yusuf Has Hacibning Qutadgı bilik Heratda. Herat qaýa? Hazır näme? El-Kitap El-Gowmini, Bibaris, Qahirada. Hoca Ahmet Yesavi'nin Hikmet, Mahmud Qashqarining Divanı Lugatı Türk İstanbul'da saqlanmakta. Şular bilen birge ýene öktäbir inqilabınca Qazaq tilde çykydigan 4000-den artyk kitap Moskva, Kazan, Ufan, Ervan, Kiyev, Minski, Aşgabat, Nemengan ve Semerkantlarning kitapxanalarından ve arxivlardan orun algan. Bu toğrusida men aniq ma'lumot aldım. Bulardan başqa yana her qandaq yerden tapqılı bolmaydigan Armiyan elifbasi bilen ýezilgan kitaplarni aytip ötsem bolady. Ularda türklerning tarixi, ata-bowlaryymyzyň şejarysy ýezilgan Dana Fikar sözi ve başqa kitaplar Armiyan monastirleri ve Ervan fondlarida bar eken. Bu bahasyga yetkil bolmaydigan kitaplarni, burunqy tariximiz toğrusydaky ma'lumotlarni Tatar alimi A. Karimolin Çaң basqan kitaplar döwsinden ýylmy-ýyl hamay talmay izlep tepip we tedqiq qılıp bir karta toplamyny tizip çykypdy. Buning üçin onuňga naýat çoňqur razylygymyzy bildirimiz. Aytmatov. Gazpey bilen ýezilgan öz zamanysynda Türkiýe halklary üçin alaýdy ähmiýetli rol oýnagan bu kitaplar kiýinmi türk medeniýetini nurlandyryp we terakky tapgyzyp bizgiçe elip gelgen üçin biz ularga naýat nazyklyk bilen muamele kılışymyz we çoňqur köňül bölüşimiz zörür. Sizning bu meseleге alaýda qaragánlygyňyz naýat ýaxşy bopdy. Qandaqly bolmasyň, hazır ýer ýüzde qança til bar dep oýlaýsan? Muşu güngeç qança til barlygyny aniq hesaplap hiç çykkan hiç kişimi ýok. Ýer çarda hemmesi bolup 2-3 mingden 3 minggacha millet we halk bar. Ularnyň hemmesiniň özde tili bar bolgandygyny her bir halkynyň taryhymy başgalardan alaýda perqlanyp durdy. Ularnyň tillarynyň öz aldyga taryhy bar. Emma ölik til, latin tilga, ýani her bir terakky kılgan döwletniň kudret tepiş üçin köp türkü bolgan tilga, onundan paýdalangan her bir halk öz aldyga birden ýadygarlyk turgusyn boğdyk. Şahanow. 1919-ýyly Qazaq halkynyň közüge körüngen oglany, jamaat erbaby we inqilabçy Turar Eriskov Taşkentde uyuşturulgan Türkistan Cumhuriyetidagi musulmonlar jamiyetining reisi bolup taýinlengen. Jamiyetge Türkiýe halklarynyň her gaýsysydan birden wekil gatnaşgan bolup, Ne Gojayev, Yu Aliyev, Yu Ibragimov, A. Moýdunowlar bar edi. Şu çagda Türkistanda ýaşaýan halklarynyň 95%ni teşkil kılgan musulmonlarny bir merkezden başguruş we siyasi, iqtisadi, medeni, askeri jihatda bir tutaş ýetekçilik kılnyş gerek dep karar kılındy. Bu ýerde däwatgan Türkistan, Qazaqstandynki Türkistan vilayatyny köstedi. Bizninki watan emas. Rusiya imperiyasi mirasxorlarynyň Orta Asiýa we Qazaqstan halklaryga garta mustamlikçilik siýasat ýürgizdiganlygyny çoňqur düşünüp ýetgen azamatlar Türkiýe halklarynyň birge güllep ýaşnaşy, medeniýet we ykdysadynyň ýogary köterilişi üçin hereket kılışydy. Şu çagda ýene bütün Türkistan üçin köreşge atlangan bu töpkerler tarapidan bu raýonyň taraqqiyat programmalary tüzülip, onunda til ve din meseleleri oturup koyuldu. Hem de bütün Türkiye halkları için bir elifba tüzüş meselesini qarap çıkıldı. Biroq Türkistan Cumhuriyetining mustaqillik siyaseti ve bu katta cemaat erbapları oturup koygan teşebbüslardan çöçügen Moskva, şu közü görüngen cemaat erbaplarından tüzülgen musulmonlar cemiyetini taqib etip, Orta Asiya ve Qazaqstan halklarının her birini öz aldığı cumhuriyet kılıp turguzudu.
Ularning ustidan hokimiyat yurgizish bo'lsa birla qo'lga, ya'ni Moskvaning qo'liga o'tadi. Ammo shu Eriskovga o'xshash jamiyat arboblarining keng taqdirining qandoq bo'lganligi, qandoq qon to'kilganligi bizga nihoyat aniq. Aytmatov davrning talabi va hozirgi vaziyat bu ideyani yangiboshdan jonlantirishi turganli gap. Xalqning tarixiy angsizmi uyg'onmag'icha biz bir vaqtlarda dastlab chaylab o'z qo'limiz bilan yo'qotgan narsalarni qayta asliga keltirish mumkin emas. Bo'lmasa buning hammasi yana bir o'kinishlar elib keladi. Xudoga shukri, biz hozir din, til, madaniyat jihatlarda burun so'qqiga uchirgan döhkarlarning qarzini qaytaryapmiz. Sürgün yıllarda günahsız ölgen erbaplarning ismi ve eserleri aqlanıp, şu ig'ir yıllarning qurboni bo'lgan insonlarga bosh egib, qayg'u bilan duo qilib nazar beryapmiz. Tarixning haqiqiy egiz xalq deganimiz bilan tarixiy davrning va sharoitning iqim bo'yicha taraqqiy qiladi. Bizning onalarimiz va bovlarimizning taqdirlarimi shu dunyoviy tarix yaratgan ishga o'lcham qo'lida o'tdi. Tarixiy yozmalar, shajarlar va tarixiy kitoblarda ularning qalblari, muvaffaqiyatlari, qayg'u-shodliklari va talofatlarining hammasi to'liq yozilmay qolgan. Keng dunyosi sig'ishmay qolgan bo'lsa-mu, ko'chman xalqning yashash ro'yi, do'mbira bilan qumizning tarlari va shoir qo'shoqchilarning she'r qo'shoqlari orqali bizning davrimizgacha yetib keldi. Buningga shukr degilik. Shahanov Bizga nisbatan xalqimizning besib o'tgan tarixining har bir beti intayin qimmatli. Shunga mustaqillikqa erishgan qozoq xalqining tarixiga o'chmas qilib yozilg'usi. Mundaq bir tarixiy voqeani aytib o'tsam deyman. 1956-yili qozoq xalqi Shayboniy xonning avlodlariga bosh egishdan qutulib mustaqil davlat qurgan. Bu voqea hozir 540 yil o'tibdi. O'z zaminida yashab, o'z tili, o'z madaniyatiga ega, bir qadar muvaffaqiyatlarga erishgan, boshqa xalqlar bilan bir qatorda taraqqiy qilib kelayotgan xalq uchun o'shundan o'zi cho'ng utuq xushallanarlik ish, tarixdagi shonliq qadam. Biroq keyingi avlodlar oldida qozoq xalqining tunji xonlarining sifatlarining tarixning eng yuqori shon-sharafli sahifalariga mangu o'chmas qilib yozish majburiyati turibdi. Oxirgi 500 yil ichida qozoq xalqi o'z erkinlik uchun elib borgan har xil urush qo'zg'olonlardan 100 dan ortiqini, shuningdek shafqatsiz bosqinchilik, qonni daryo qilib oqqizgan dushman hujumlarini boshdan kechiribdi. Ularning ichida hammadan cho'ngi 200 yilga so'zilgan jo'ng'arlar bilan bo'lgan urush, tarixda och yalang'ochlikda yurib, holqi ko'p ko'liga yig'ilganlar degan ataqni qoldirgan uzunga so'zilib xalqni hasratgan bu urush oxiri qozoq xalqining g'alabasi bilan oyoqlashdi. 1916-yili Birinchi dunyo urushi mezgilida qozoq xalqiga qaratilgan adolatsiz turdagi ko'chmay qolgan ovul ishlari boshlanganda yuz bergan qo'zg'olonning ahamiyati cho'ng. Bu qo'zg'olon g'alaba bilan oyoqlashmagan bo'lsa-mu, ammo xalqning birlik ittifoqligining mustahkamlanishiga turtki bo'ldi. Bu xalqimiz tarixidagi voqea hozirgacha o'ziga munosib bahoga ega bo'lgani yo'q. Koni sistemaning 70 yildan ortiq ezishi, kamsitishiga qarshi elib berilgan demokratik o'zgarishning bari shamoli bo'lgan 1986-yilning dekabrdagi voqea o'z vaqtida butun dunyoni zilzila soldi. Odatdagi tarixiy voqealar yil o'tgan sari ko'nrab unutilishga boshlaydi-da. U voqealarga munosabatli rivoyatlar ko'payib, uning haqiqiy ahamiyati barbara ro'shanlashadi. Aniq aytilgan bo'lsa, xalqning orzu irodasini namoyon qilgan oxirgi bu harakat 500 yildan buyon o'z erkinligi, mustaqillik uchun qilgan kurashlarining natijasi edi. Shu 4 tarixiy voqea o'xshashlar xalqning erkinlik uchun elib berilgan kurashlarining simvoli sifatida har bir qozoqning qalbdoridan o'rin olgan qimmatli voqealar bo'lib hisoblandi. Tarixiy chilliqni aniqlash va keyingi avlodlarimizning aralashtirib qo'ymaslik uchun o'tgan zamonning ayrim davrlariga yana bir qaraydigan bo'lsak, Mo'ng'ullar bilan bo'lgan qonliq urush, qirg'izlar yashagan tomlargacha yetib borgan. Talaschu Issiqko'l Jo'ng'ara bosqinchilari bilan bo'lgan ilishishlarda qozoq va qirg'iz askarlari murni-murgi terab dushmanga qarshi jang qilgan. 1916-yili Olmaota oblastining Kagan rayonida uzoq botir Rossiya imperiyasining adolatsiz yerligiga qarshi qo'zg'olon ko'targanda bu podshohlikning yiroq viloyatlarida yurgizgan mustamlikchi siyosatlariga qarshi qo'zg'algan qirg'izlarmi uningga qo'shilgan. Bu tarixiy faktlardan biz qozoq va qirg'iz xalqlarining egiz tog'lar bilan keng ketgan dalalarda mushaqqatli kunlarni birga o'tkazib, dushmanlarga birga qarashtirib, qalbidan birga shodlanib kelganligini ko'ra olamiz. Bizning xalqlarning taqdiri maqsadi bir bo'lgan ekan, kelajagimi bor. Aytmatov Bizning qadimgi tarixlarimizda balkim qandaqdir boshlang'ich deraklar bo'lsin bo'lgandi. Biroq tarixning oxirini faraz qilg'ili bo'lmaydi. Sababi u cheksiz, ko'z yetkusiz. Hozir ikki xalqning do'stligi mustahkamlangan vaqtda
Ulug' do'stlikning boshlanishi keyingi ittifoqlikning yaxshiliklarning ximi-turchi debla qo'yatdi. Biz mushu shod-xuram sharoitgacha yashaganligimiz uchun Xudoga shukr. Endi buningdan keyin ikki xalq tangullab yashnasin. Ularning o'tkinimi, kelgusimi parlasin. Chunki shu yurishlarning biridan keyin yana och-yalang'ochlikda yurib, Baliqko'lga yig'ilganlar davridagi butun xalq "Ey Vatan" deb qayg'uliq pig'an chekib, qo'shoq aytib, naqsh aytib yurgan bo'lsa, davri bilan taqdirning sinoqlariga bardoshlik berolmay, bu asrlarning qumiga singib ketib, izimi qolmay yo'qolib ketishimi mumkin edi-g'u. Qahramonlar tarixni yaratsa, tarixiy mavjudlikni xalq o'zgartidi degan gap bor. Bu bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki so'zda ham o'rtoqlikmi, ham qarshilikmi bor. Qaysi davrda bo'lmasin, qahramonlar mansab va taxtga erishish uchun zo'r qurbonliqlarni berib o'tgan. Har qitimda shu yolg'iz bir kishi bilan xalq bir-biriga qarzdor bo'lib qolaverishga o'xshaydi. Sionizm. Ya'ni sionizm degani Yahudiy davlatini qayta qurishni tashabbus qiladigan aqm sionizm deb qaraldi. Sionizm nazariyachilari o'z tarixi yo'q xalq, ota-onasi yo'q yetim bolaga o'xshash hammani boshdan boshlab o'rganadi. Yotlarni shundoq ahvolga yetkazish uchun o'zining kuchligligidan foydalanishing kerak. O'zining tarixiy tegitakdan unutgan xalq va ayni ko'kchiviqqa o'xshash qayoqqa eksang shu tarafga egiladi deb yezishgan. Dal shunga o'xshash koni sistema davrida biz o'z ixtiyorligimiz bilan la mustamlika bo'lib, qansirgan jarohatlar ko'z yumib, o'z tariximizga ko'ngil bo'lmay, boshqa xalqlarning tarixini o'qib, uni o'z tariximizga qaraganda yaxshi bildik. Bu bir taraflama ideologiyaning saqindisining nusxasi. Bu vaqtlarda tarix ilmi o'zimizning va o'zganing deb ikkiga bo'linib, dal bizning tariximiz o'zganing tarixiga, ya'ni o'z uydagi o'gay yetimga aylandi. Bu bizning qadimdan beri tariximizning hozirgi ilm qasoblari tarafidan xohlagancha bo'linib burmalanganligi emasmi? Yoki ular davr bilan tang o'zgarib bizga burunqidek og'micha emas, balki yaxshi ko'z qarashda bo'lib qolishdimi? Yaxshimi, yomonmi, haqmi yoki burmalanganmi? Bu bizning o'tmishimiz, bizning tariximiz. Shundaq ekan boshqa xalqlar oldida o'z tariximizning yomon tarafini yoshirib, yaxshi tarafini oshirib bu yashira olishning bu yashamash ilib borgandek bir-biriga mos kelmagan voqealarni bayon qilish kechirgusiz gunoh. Chunki qandoqla bo'lmasin har bir avlod o'z hayotini o'tgan davrlar bilan selishtirib, boshqa rayonlarning gullab yashnagan yoki xaroblashgan vaqtlarini ko'rdida, hodisalarning sababini tepib, o'rgirgidek xatoliklarga yo'l qo'ymay to'g'ri yo'nalish oladi. Keskin siyosat davrida haqiqat yo'lidan yiroqlab, tez suv yaqinida birga oqqan beliqlardek ko'rsatilgan yo'l bo'yicha mengishga majbur bo'lishgan. Shu sababdan tarixiy chilliqdan xeyli yiroqlab ketishgan tarixchilarni, olimlarni tarixiy chilliq uchun kurash qilib, qurbon bo'lganlarning arvoyi kechirgay. İkimiz tang bu söhbətimizə, hətta bu söhbətimiz davamlaşıyotgan vaqtlardamı neçə qism dünya tarixi, dünya o'rta əsrlər tarixi və başqa bu temaga münasibətli kitaplarni ko'ngil qo'yib qarab chiqdik. Bu kitaplarni vijdonimizdan o'tkazib, bu masalalarga münasibətli maqolalarni tanlagan bo'ldik. Ba'zi bir voqealar va uni cho'rdigan sharoitlar, cho'nqur analiz va faktlarni keltirish ba'zi ko'ngilda shak paydo qilib, boshqa o'ylag'im turtki bo'ldi. Biroq o'rtoqlikqa ega yana mundaq ish borki, Rim, Iran, Yaponiya, Hindiston, Jungo va ularga qo'shni barliq davlatlarning ko'p tomliq tarixlari, salmoq tarix tadqiqotchilari, ularning vatandagi tarixiy ilmiy ko'z qarashi bo'yicha burundan tayyor, dag'dam yo'l bilan yozilgan. Meningcha, tarixchining uning buningga chepilib, shu tarixiy manbalardan hozirga foydali bo'lgan chilliqni uzib elivergan to'g'ri emas. Mushundaq ahvol o'z tariximizni o'zimizga yozdirmay kelyotidi. Shu sababdan biz butun qo'lda bor ma'lumotlarni to'plab tadqiq qilib, keyingi avlodlarga qimmatli meros bo'lgudek adolatlik haqiqiy tariximizni yozolmay kelyapmiz. Meningcha hozir har qaysi davrlar ichidagi to'liq tayyorligi bor. Bilimlik, eng ko'z ko'rinarli degan tarixchilarimizni yig'ib, bir komissiya tashkillab, qadimdan tortib hozirgacha bo'lgan tarixlarimizni yezib chiqish vaqti yetib keldi. Uningdan boshqa qaytadan to'liqlangan dunyo xalqlarining tarixi kitobining yangi nashrini tayyorlash kerak. Biroq ashunday ahamiyatli vazifani ustiga kelib, har qaysi rayonlardan kelgan tarixchilarni oqisini ergashtirib yetaklab keta oladigan akademiya bizda bormi? Yoki bu funksiyani UNESCO, ya'ni UNESCO degani Dunyo ma'rif, fan texnika, madaniyat tashkilotini ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'limlarining birasi ustiga olamdi. Qandoq bo'lmasin, biz hammamiz tang harakatga kelib, odam bolasi yer sharida yashashga boshlagandan beri nima qildi? Asrlardan asrlarga, davrlardan davrlargacha qandoq yashab kelyotidi? Shuning eng chong voqealarini, gullangan va xaroblashgan vaqtlarini hargiz qoldirmay, har bir qadamlarga chizib, humanistik pozitsiyada turib baho beradigan davr keldi.
Buni ishga oshirishda kichik xalqlarga yetarli ko'ngil bo'lmay, ularni kamsitish, cho'ng xalqlarga ortiqcha ko'ngil bo'lishlardan yiroq bo'lish kerak. Undaq qilmasak, millatchilik ideyasidan ayrilanmay, burunqidek har qaysimiz o'zimizning sezinchilib, boshqa xalqlarning yuguruk tulparini ko'may, o'zimizning yomon odatimizni maqtab yuraveramiz. Gunohsiz xalqlar o'lib, qon oqqanda uningga ko'pincha millatchilik ideyasi turtki bo'lib kelgan emasmidi? Ammo keng xalq ommasi bo'lsa, qonxo'r zolimlarni maqtab, ularni hayot vaqtida botirga aylantirib, xudoga cho'qingandek cho'qinishgan. Rayonlarning tarixini yozish jarayonida birla harf tushib qolsa, bu yengilishning bugungi emas, keyingi avlodlarning taqdiriga bog'liqlik ekanligini asdan chiqarmasligimiz kerak. Bu bobni oxiri o'qib bo'ldik. Bu kitobni o'qish jarayonida shundoq bak huzurlandim, yaxshi ko'rib o'qidim, ammo eng yerib ketgan bob mushu bob bo'ldi. Bularmı oxirida debdi o'zining noyitim shu realizm va amaliyotni chiqish qilgan holda deyishga nurg'unlagan tarix kitoblar bir narsalarni o'qiganligini, paket bilan so'zlaganligini degandek. Endi buningga shundoq o'ylashimiz kerak deb qarayman men. Ha, bular tarixni mushtaq tonibdi, mushtaq bilibdi. Bu xilliqi boy bir narsa deb o'tib ketdi, bir necha qitimliq madaniyat qirg'inchiligi degan vaqtida yeziq almashtirish ishini deb o'tib ketdi. Hatto 1940-yillarda bir qitim ularni kiril elifbasiga yutkab bu yetmadi. Qanday qildi? Shu masalan bir 8 harfni o, u, ö, ü va g, q shu bir necha harflarni har qaysi qirg'izlarninkida boshqa bir harf bilan, boshqa bir shaklda, ya'ni masalan qarasak men bilmayman. Qozoqcha, qirg'izcha, ruscha shu kiril elifbasi qo'llangan O'rta Osiyodagi davlatlarning harflaridagi farqni men bilmayman. Lekin shu chog'da Sovet ittifoqi ya'ni Moskvadan bularni ayiribdimiz deb shuni qilgan. Nima uchun bular bo'lgan? Nima uchun bo'lgan? Turkiy millatlar qaytadan bizga kelyapmisin? Bularning hammasi birlashyapmisin? Mushundoq qumdek chechilib ketsin deb bo'lib o'tgan. U qadar ushshaq millatlarga bo'lib o'tgan. Bo'lib o'tib, uning aqsini yeziqini almashtirib o'tgan. Burunqi nima bilan bo'lgan yeziqini almashtirib o'tgan. Bu yetmadi, yeziq almashtirib, ya'ni har qaysi millatlarga o'ziga xos bo'lgan harf uni buni belgilab, bularni bir-biridan ayirib o'tgan. U yetmedi, uning quliqiga kelib, "Bay sen degan anda millatdan, manda millatdan, sen ani o'g'an, mani o'g'an, sen degan hammadan nochisi, qolgani sendan tuyan turdi" deb pichirlab qo'yib, aning yeniga berib, "Voy u degan qandati, sen hammadan nochisi" deb bir-biridan nochilik talashadigan holatni shakllantirib qo'ygan. Endi millatchilik. Millatchilik bilan millatparvarlik ifoda jihatdan o'xshashda ko'ringani bilan nima jihatdan farqlanadi? Millatchilik qarig'ulacha o'zining millatini hammadan ustun ko'radigan, o'zining millatini hammasi mening, men andanovchi, mandanovchi deydigan, o'zining kamchiligi va ortiqchiligini dangsiyamaydigan, nimada bor, nimada yo'q, tarixim qandaq kelgusim qandaq bo'ladi deb real nuqtadan chiqish qilolmaydigan bu xil qarig'ulacha o'zini cho'ng ko'rish millatchilik. Boshqalarni tuyan ko'rib o'zini cho'ng ko'rish. Millatparvarlik o'zining millatini so'yish, o'z millatining tarixi, tili, yeziqi, adabiyoti, madaniyati va urf-odatlariga hurmat qilish, so'yish, uni shu yashayotgan zamon va davrga mos holatda hayotiy kuchga ega qilib, elib mengish, yo'qitib qo'ymaslik bu millatparvarlikka kiradi. Lekin nurg'unlar xuddi bizda badxajlik bilan sexiylik. Masalan, mush og'inimiz yomon sexiy juma degan bo'lsa, pulni suvda xajlaydi degan bilan o'xshash tushunilgandek. Xuddi pixsiqlik bilan tejashlik. Bu uqumlar bir-biri bilan shu qildek aralashib ketgandek, kalla jihati aniqlayolmay qolgandek, millatchilik bilan millatparvarlik mana mushundoq bir-biriga yalaqadek aralashib ketgan. Millatchilik ideyasi hamma yerda o'ttirg'a qo'yilgan. Masalan, buni dastlab Fransiyadan boshlangan bu xil narsa. Keyin nurg'un yerlar buni o'lga oldi. Masalan, Turkiya ham o'lga oldi, O'rta Osiyada hozir millatlar shu qilyapti. Yaponiya ham bundan foydalangan. Qanday vaqtda? O'zini noyda kuchlik deb qaraydigan yoki bo'lmasa, shundoq masalan, Yaponiya 1945-yilda Ikkinchi dunyo urushida o'zi bular taslim bo'lgandan keyin intayin ig'ir oldi. G'ururi qirilgandek, yerga urilgandek his qildi. Va shuningdan keyin xalqda yolg'iz bu xil utirib qo'yishninki ochchig'alam emas. Yana nima bor? Urushdan qolib qolgan nurg'un
Yengildingmi? Bo'yningga yolg'iz yengildim deydigan g'ururlan masalasi emas. Nurg'un jinoiy javobgarlik, nurg'un iqtisodiy vayronchilik, hamma narsa bu yoqqa otilgan gap. Bu nurg'un krizisni paydo qiladi. Bu xil krizislar insonlarni ruhiy jihatda tushkunlashtirib, ularning ertasini ko'rolmaydigan, tadbir qilolmaydigan, normal aqliy o'ylayolmaydigan va o'zini birdamlikda qanday rohat o'smishda deb qildigan bir xil manqurtlikqa yana biz deb kelgan naqadar bo'ldilarmishni anglamay qilmay deydigan yerga akilib qo'yishi mumkin. Biz hozir dal shuni yashayapmiz. Shundoq umidsizlik, shundoq ertasini ko'rolmaslik. Bu nurg'un murakkab hissiyotku. Mushu vaqtida, mushta vaqtida qanday qilgan degan vaqtida butun xalqning umum ro'yini urg'utish uchun adabiyot, san'at hamma jihatlarda yapon xalqininki sholliq tarixi. Men buni bir materialdan o'qigandim. Buning qanchalik ilmiy asosi bor bilmayman. Shularning sholliq tarixi, yaponlarning qanchalik ulug' millat ekanligi degandeklarni telefon kelib qoldi. Shundoq nihoyatda ulug' millat ekanligini xalqqa umumiylik bildirish orqali ularni ro'yi jihatdan urg'utib qaytadan haqiqiy masalan mayli samuray ro'yi bo'lsin, mayli boshqa narsadan qaytadan xalqni tik turg'izishni maqsad qilgan bir turlik mushtaq loyihalar o'tirib qo'yilgan deb o'qigandim. Millatchilik nachar narsa, millatparvarlik go'zal narsa. Ammo bir nimaning bir gapi borchu, shu turklarninki dаңlıq ekonomist Özgür Demirtaş. Men yoqtirman u odamni va shu chiqargan videolarini, YouTube'dagi kanaldagi chiqargan narsalarni, har qaysi televiziyalardagi ziyoratlarda so'zlaganlarini bak yaqindan anglayman. U odamninki Fatih Sultan Mehmet to'g'risida degan gapi bor. Bir universitet o'quvchilariga zalda leksiya so'zlab, shu yerda degan bir gapi bor. Bunda deydi: "Sen dunyoviy bo'lanmay turib, asla milliy bo'lanmaysan. Dunyoviy kuchga ega bo'lmay turib, milliy kuchingni asla qo'g'dab qololmaysan" deydi. Baqqoltis gapchi bu. Bu yerda men o'zimni yaxshi ko'rdim, o'zim andadim. Millatchilik insonni kichik bir tar doirada bo'g'ib qo'ydi. Bir yopirmoq to'sib olg'ach ko'zini, ko'rolmabdi butkul olam yuzini. Mella bor deydigan bu narsa ikki ko'zim mushtaqlik qilgandan keyin atrofdagi taraqqiyotni, kuchni, nurg'un narsani ko'rolmaydigan gap. Shuning bilan potsa ko'rinmas yoki ko'rinayotgan dushmanlarninki mushundaq panjasi ostida qolsa degan gap. Shuning uchun millatparvar bo'lish kerak, millatni suyish kerak. Dunyoviy kuchga ega bo'lib turib, o'zining milliy kuchini qo'g'dashni bilish kerak. Bu yerda Türkiye milletler o'tirisidagi o minantı bu minantı men senden kuchlikdim, men senden madaniyatlikdim, men senden nochdim. Men mundaq nochi ishni qilganda sen nima deding? Mening davlatim bor, sening yo'qdi degandek bu xil narsalar shundoq noto'g'ri bo'lgan ushoq millatchilikdan kelib chiqayotgan narsa. Bu ideologiyaga singib ketgan zahardan iborat. Bir-birimizning orasiga urush jidal, bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatni sustlashtirib yo'qotib, buningda yana dushmanlar eng unumli foydalanadi. Ziyon tortadigan yana o'zimiz. Go'sht bilan piyoz bir tuqqan, go'sht bilan yog' bir tuqqan, piyozning ko'ygini ko'ygan deydi-ku. Yani biz mayli qanday bundaq deb kelsak, hammamiz odamat bilan navanning bolalari. Endi bugungi kunda qarasak, irq jihatda, millat kultur madaniyat jihatda nurg'un farqlarimiz bor. Bu farqlar ichidami yana farqlarga o'zaro hurmat qilib, bir-birimizningki izzatini qilib, yana shundoq qarindoshlardek, yana shunday chiroyli salom-sat qilib yashashga bo'ladi. Bu haqda jamiyatshunoslikda nurg'un ideya va nazariyalar bor. Men bu haqda bundaq ajoyib tadqiqot qilgan odam emas, faqat ashtaq tadqiqot kitoblarini o'qigan. Shunga bu haqda chiqib kelib qolgam yo'q, lekin mening millatim dunyodagi eng mandaq millat. Masalan, Uyg'urlar dunyodagi eng ulug'vor millat, Uyg'urlar dunyodagi eng nochi millat, Uyg'urlar dunyodagi eng aqlli millat dedi. Ha, bo'pti, masalan, ma'qul shundadi. Hozirchi? Ha. Agar shuningga ishonsang, shuningga loyiq bo'l. Shuningga loyiq bo'l. Hech qachon qarab, bunda bir qarab bir chashqonning bolasini, ma'u burun shirning balasiga, bir
bor ekan, yo'q ekan, och ekan, to'q ekan. Burungi zamonda bir shir bor ekan, to'q. Bu shir buningdan bir 1000 yil burun yashapti ekan. Shundan keyin u ani o'pdi, mani o'pdi, mundaq kichiklabdi. Bugungi kunda bu bir chashqonga aylanibdi. Bu chashqon mushu shirning avlodi ekan, to'q. Buni bundan keyin chashqon emas, shir deyli. Bu degan shir desang, bu ma'qul shir deb qo'ylay bo'ladi. Sen bu peshonangga shir deb yezib ol. Shirda bor kuch, shirda bor bo'lgan u narsa senda yo'q bo'lgandan keyin shir deb yezib olsangmi baribir chashqonlikning taqdirini yashaysan. Tariximiz haqida biz o'zimizdan gapib kelaylik. Nurg'ulg'an arxeologiyalik narsalarimiz. Uyg'urlar ichida arxeologlar uncha jiq emas va biz qanchalik arxeologni taniymiz va arxeologiya sohasi Uyg'urlarga ichitilgan bir sohami bizning vatanimizga nisbatan. Muzeylarda qanchaligimiz muzeyda ishlaganlar bu nuqtani nihoyatda yuqori yaxshi biladi. Chet elda yashayotgan, muzeyda ishlayotganlar bo'lsa, muzeylarda saqlanayotgan shu iliqrak necha daldachan yoki bo'lmasa qezilma boyliqlar, masalan, Kiroranninki bu dunyoviy cho'ng bayqashdi. Kero'ran qadimiy shahar xarobasi hozirgacha masalan, endi bir nimalarni ko'rdim men. Shu o'tgan Xitoycha bir narsa ko'rib qoldim. Shuningda deydi, dunyodagi kirish bileti eng qimmat bo'lgan yer deb shu Kero'ran qadimiy shaharini debdi va u yerga pulingiz olsa kirolmaydi ekansizda. Kirish bileti eng qimmat bo'lgan sayohat o'rni deb o'shan deb qo'yibdi. Bu yerga kirish uchun davlat sayohat yodgorliklarni qo'g'dash o'rni u yer bu yerga iltimos qilib, materiallarni topshirib, ma'qul desa, undan keyin biletni olib, undan keyin kirsin. Bizning Kero'ran shaharisining 200 dan ortiq mumyolarimiz nima ketdi? U yerdan chiqqan nurg'un narsalar nima ketdi? Qayerda saqlanyotdi, qanchalik? Abnurayinliq muzeyda men borgan vaqtimda nimani ko'rgan? Shu mumiyani ko'rgan. Techaman to'sin endi. Ularmi tiriklarga o'xshashla muhim. Bek muhim. Chunki biz tariximizni, madaniyatimizni, shu tuproqlarda necha ming yildan buyon yashab kelayotgan o o'lmas paketni shu amaliy shu paketlar orqali isbotlay olamiz. Farhod Tursunninki she'rimi agar men qadimdan buyon mishada yashagan xalq. Bu she'rni nima qilamadim. Bu daqiqatimda agar topa olsam o'qib beray, izlab boqay. Izlab boqay shu she'rni. Menga shunday yarag'andi. Topdim. Ama o she'r bu kitobning qayerdadiraydi? Farhod Tursunning Tarim daryosi degan she'r ekan. O'qib beray. Biz mushu yerdan boshlangan, mushu yerda tugaymiz. Biz hech yerdan kelmagan, hech yerga bormaymiz. Agar Xudo yaratgan bo'lsa insonni, bizni Xudo mushu yerga yaratgan. Agar odam o'zgargan bo'lsa maymundan, biz o'zgargan mushu yerlik maymundan. Bek qaltis. Ya'ni bu arxeologiyalik narsalar shundoq muhim. Biz shundoq arxeologiyalik qazilmalar orqali isbotlab qila olamiz. Ondan keyin mushu yerda yana 80-yillar bilan 90-yillar oralig'idagi shu nafas ola olgan qisqa 10 yil ichida xizmat qilgan, bizga bizni tanitgan, tariximiz haqida nurg'un narsalarni yozgan. Qutadg'u bilikdek, Turk tillar divonidek mashhur asarlarimizni nashrga tayyorlagan. Mush necha kundan Qutadg'u bilikninki bir necha nashrni 2013dagi nashrni, 1984dagi nashrni, hatto Bejingda nashr qilingan Farg'on Qoira nusxasini shularni ko'rib, ichimdan bir yig'i tutdi. Mushlarning hammasini shular qilgandi, shu xizmatlarni deb. Qur'oni Karimning tarjimasi, undan keyin nashriyatchilik sohasidagi nurg'unlagan gezi jurnallar, shu vaqtda chiqayotgan nurg'un tarixiy va romanlar, masalan, tarixiy romanlar shu 80-90-yillarda eng avjiga chiqdi, haqiqatan. Ya'ni shularni yozgan, bizga bildirgan, bizni o'zimiz bilan faxrlantirgan, o'zimizning kimligini tanitishimizga yordam qilgan, bizning tilimiz bilan biz tushunadigan shaklda romanlarga aylantirib, uning yo'l qo'ymasa bu yerdan bu teshikni itibasi o teshikdan degidek chiqib xalqi uchun, millat uchun iz qoldirib ketgan shu Abdurahim O'tkirdek, Ahmad Ziyoidek, Emin Tursundek, Mirsulton Osmondek
yana nurg'un İbrahim Muddi deymiz. Bu sahada bizningki tarix, madaniyat, adabiyot, ruhiyat sohalarimiz xizmat qilgan nurg'un bizningki ustozlarimiz bor. Ularni eslamay turolmaymiz. Ularning izidan mengib, shulardek yetishib chiqadigan kishilarniki bo'lishini umid qilamiz. Bugun mushagicha o'qidik, bu bob tugadi, davomini o'qiymiz. Alloh omonat.